Minecraftda juda ham ko'pchilik bilmaydigan turli xil narsalar bor. Bugungi videoda esa Minecraftda juda ko'pchilik bilmaydigan sirlar haqida gaplashamiz. Hoy, YouTube sizni telefoningizni teskari qilgan holatda obuna bo'lishingizni imkonsiz deb hisoblayapti. Xo'sh, siz buni uddaladingizmi? Unday bo'lsa biz videoni boshladik. Minecraft studiyasi teksturalarni ishlash bo'yicha masterga aylanib ketgan. Agar Minecraft o'ynasangiz bilsangizga kerak, jungli yog'ochida mana shunday qirrali teksturalar bor, lekin ushbu teksturalar aslida qanday yaratilganligini bilasizmi? Agarda biz oddiy yog'ochni mana shunday qilib emas, balki yon tomonchasiga qo'ysak, uning teksturalari birga bir mos qilib tayyorlanganligini ko'rishimiz mumkin. Faqatgina bir nechta piksel ranglarda farq qilishi mumkin. Bir qarashda ko'z ilg'amaydigan holat. Agarda sizga turli xil ranglar kerak bo'lsa, albatta siz gullar biomiga borasiz, chunki u yerda turli xil gullarning spawn bo'lish joylari har xilcha qilib ko'rsatilgan bo'ladi. Bu esa bizga o'zimizga kerak bo'lgan gulni topish uchun juda ham yaxshi variant. Agarda siz Minecraftni Bedrock Edition'da o'ynasangiz, gullarni ko'paytirishning juda ham oson yo'li bor. Shunchaki o'zingizga kerak bo'lgan gulni ustiga bitta suyak kukuni yordamida bosing hamda uni yonidan o'shanaqa gullar spawn bo'lishni boshlaydi. Bu deyarli istagan gulingiz bilan ishlaydi. Mana shunday qilib o'zingizga kerak bo'lgan rangni osonlikcha ko'paytirishingiz mumkin. Juda ko'pchilik o'yinchilar bilsa kerak, Minecraftda mayoqlar mavjud hamda uning tagiga siz biron bir metal blokini qo'ysangiz, u sizga turli xil effektlar berishda yordam beradi. Lekin siz qanday qilib mana shunday mayoqlarni yaratishingiz mumkin? Obsidianli mayoq. Bilasizmi, buning siri juda ham oddiy, shunchaki mayoq bir-birining ustidan o'zining nurlarini o'tkaza oladi. Hamda siz mana shunday qilib juda ham ajoyib turdagi mayoqlarni o'zingiz xohlaganingizdek yaratishingiz mumkin. Agarda uning ustiga oynani qo'ysangiz, u yanada ham chiroyliroq bo'lishi mumkin. Lekin mayoqning nuri o'tishi uchun yuqorida blok bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Demak, Nether'da ishlamaydi, shundaymi? Yo'q. O'yin yaratuvchilari o'yinchilar Nether'da ham mayoqdan foydalanishlari uchun Bedrockdan o'tish xususiyatini qo'shganlar. Minecraftda Nether'ning tomida Bedrock borligini yaxshi bilasiz. U yerdagi barcha bloklarni tozalab, eng yuqorisidagi Bedrockdan bemalol mayoqning nuri o'ta oladi. Bu juda ham qiziqarli funksiya va Nether'da ishlatish uchun juda ham qulay. 1.14-versiyada jitillar butunlay yangilandi hamda ularning ba'zilari uchun yaratuvchilar eksklyuziv kiyimlar qo'shganini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun botqoq jitilning kallasida mana shunday to'g'risini aytsam, buning nomini bilmayman, ekranlaringda chiqadi. Ana shu narsani kiyib yurishini ko'rishimiz mumkin. Agar kutubxonachi jitilga qarasak, uning boshida kitobni turganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu kichik detallarga ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin bu haqiqatan ham kitob. Do'stlar, men sizlarga Mindhype nomli kanalni tavsiya beraman. Ushbu kanalda bir-biridan qiziqarli bo'lgan Minecraft videolarini topishingiz mumkin. Albatta, kommentariyadagi silkaga o'ting hamda daring dildan salom deb yuborishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying albatta. Minecraftda lamalar haqida yaxshi bilsangiz kerak. To'g'ri, siz ularni asosan ip uchun o'ldirasiz, lekin ushbu savdogar lamalarni o'ziga xos bir xususiyati bor. Agarda ularni siz oziqlantirsangiz, ulardan kichkina savdogar lama hosil bo'ladi. Bu oddiy lamaga qaraganda eksklyuziv teksturaga ega bo'lgan lama. Minecraftda dispenserni ko'rinishini yaxshi bilsangiz kerak. Mana shunday kulib turgan yuzni mana shunday knopkani qo'ysangiz hech narsa sodir bo'lmaydi. Lekin agarda siz uni yuqoriga qarab qo'ysangiz hamda keyinchalik toshli knopkani qo'ysangiz, u mukammal tarzda unga hosil bo'lib tushadi. Buni siz dekoratsiya namunasi sifatida ishlatishingiz mumkin. Tosh haqida yaxshi bilsangiz kerak, lekin uning oldiga mana bunday 2 marta pishirilgan toshni qo'ysak, ularni 1 piksel farqini ko'rishimiz mumkin. Lekin agarda biz uning ustiga mana shunday qilib knopkani joylashtirsak hamda unga yuqoridan qarasak, deyarli umuman farqni sezmaysiz. Bu juda ham toshga o'xshaydi, chunki 1 piksel farqi mavjud. Bilasizmi, Minecraftda shunday narsalar mavjudki, siz ularni har kuni ko'rasiz, lekin hech qachon e'tibor bermagan narsalaringiz mavjud. Minecraftda terrakota bloklari mavjud. Ularning har birining o'ziga yarasha naqshi bor. Ba'zilarini yuziga creeper tushirilgan bo'lsa, ba'zilari esa qo'ysak turli xil liniyalar hosil bo'ladi hamda turli xil naqshlarni amalga oshiradi. Lekin agarda biz ushbu terrakotani quyidagi tartibda joylashtirsak, biz pingvinni ko'rishimiz mumkin. Minecraftda pingvinlar mavjud emas, lekin ushbu terrakotada uning rasmini birozgina ko'rishimiz mumkin. Bu narsaga siz oldin e'tibor bermagansiz. Minecraftda o'yindagi eng noyob drop haqida eshitganmisiz? Bu qaysi mobdan tushishini taxmin qilgandirsiz. Bu toshbaqalar. Toshbaqadan odatda o'ldirganingizda sizga suv o'tib beradi. Lekin agarda siz uchtig'li nayzani chaqmoq sehriga sehrlasangiz hamda keyinchalik ob-havoni momaqaldiroqqa joylashtirsangiz hamda unga otsangiz, toshbaqalardan siz kosani tushishini kuzatishingiz mumkin. Ya'ni oddiy sho'rva solinadigan kosa. Qanchalik g'alati eshitilmasin, bu rost.
Ko'pchilik Minecraftda tezkor transfer vositasi sifatida qayiqlardan foydalanadi. Uni tagga muz qo'ysangiz esa u juda ham tezkorlik bilan ochadi. Lekin agarda siz o'yinni boshida muz olishga qiynalsangiz, uning o'rnini hech narsa bilan to'ldirishingiz mumkin emas. Shunchaki barcha bloklarni sindirib chiqing uning tagidagi. Hamda qayiq odatdagidan ko'ra anchagina quruqlikda tezroq harakatlanadi. Bu esa sizga bir yerdan ikkinchi joyga borish uchun yaxshi vosita. Bu Minecraftning Bedrock Edition'idagi juda katta xatolik. Bundan foydalanib qolishimiz kerak. Minecraftdagi ramkalar haqida juda yaxshi bilsangiz kerak. Agarda unga blok qo'ysangiz u ko'rinadi, lekin agarda biz uning orqa tomoniga qarasak, biz blokning 3D shaklini ko'rishimiz mumkin. Bu ramkadan chiqib ketgan holati. Bu to'laqonli blok. Bu qandaydir xatolik. Lekin bu xatolik faqatgina ramkada emas, balki yozuv taxtasida ham mavjud. Agar biz yozuv taxtasining harflariga burchakdan nazar tashlaydigan bo'lsak, u asosan taxtadan 1 piksel uzoqda joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Juda ham kichkina oraliq masofada. Yana bir qiziqarli faktlardan biri, agarda siz Minecraftda olmos hamda toshbaqa tuxumi haqidagi o'xshashlikni bilmasangiz, buni bilib olishingiz mumkin. Ularni teksturasidan bir xil shaklda foydalanishgan. Agarda biz qo'limizdan ikkinchi qo'limizga juda ham tez olsak, ularning teksturasi bir xil ekanligini ko'rishimiz mumkin. Faqatgina ranglashda turli xil ranglardan foydalanishgan. Do'stlar, shunday qilib bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. To'xtang. Axir qanday qilib shu yergacha kelgan bo'lsangiz, like va obunani bosmasligingiz mumkin. Hoziroq ushbu xatoni to'g'rilang, chunki kelasi video o'z tarixida yo'q bo'lgan epik video bo'ladi.